Bugun sizga taklif qilmoqchi bo'lganimiz katta hajmdagi cross-door, ya'ni to'rt eshikli inox rangli Vien 460 BSI muzlatkichi bo'lib, zamonaviy ko'rinishi va foydali funksiyalari boisidan katta oilalarga juda mos keladi. Umumiy hajmi 431 litr, sovutish kamerasi 301 litr, muzlatish kamerasi esa 130 litrga teng. 10 yillik kafolatga ega energiya tejovchi inverter kompressor bilan jihozlangan. Sensor boshqaruv paneli orqali o'zingizga kerakli haroratni oson tanlay olasiz. Muz hosil qilmay, sovuq havo bilan muzlatuvchi Total No Frost texnologiyasiga ega. AAT barqaror tizim orqali ichki ionizator filtr yordamida turli bakteriyalarni yo'q qilib, muzlatkich havosini tozalab beradi. Metal Cooling innovatsion texnologiyasi muzlatkich ichidagi haroratni davomli, uzoq ushlab turish va samaradorlikni oshirish uchun xizmat qiladi. Salqin ichimliklarni sevuvchilar uchun muzlatkich eshigidagi tashqi suv dispenseri istalgan turdagi sharbat va suvlarni osongina quyib iste'mol qilish imkonini beradi. Qo'shimcha qulaylik sifatida Power Cool, tez sovutish, Power Freeze, tez muzlatish, bolalardan himoya funksiyalari biriktirilgan. Zarur hollarda Holiday ta'til funksiyasi orqali sovutish kamerasini o'chirib, elektr energiyasini tejash ham mumkin bo'ladi. Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, qulay, zamonaviy va ko'p funksiyali katta hajmdagi Volmer muzlatkichi oilangizga fayz, ro'zg'oringizga baraka keltiruvchi texnikaga aylanadi. Volmer sifat va zamonaviylik uyg'unlashgan texnika.